jonimga tegib ketdi bular. Shunday meni qo'ymaydi. Akam bilan objam nima o'g'laydi mendan, men nima qilishim kerak o'zi? Jonimga tegib ketdi. Mana senga. Mana. Hamma bardak qilaman, yig'ishtirasan, tushundingmi? Menga vashcha kerak emas. Mana senga. Yashashga bermaydi bular. O'lgim kelyapti. Mol, bo'ldi men. Ko'chaga ham chiqmayman, ovqat ham yeymayman. Bular bilan endi voshim gaplashmayman, marazlar. Ikkalasi bir bo'lib meni qo'ymaydi. Hali qarab tur, erga tegib ketaman, zo'r bo'lasan. Ko'rasan o'shanday mollar. Senlar erga tegib qutulmasam, qutulmayman o'xshaydi. Onamga ham kerak emasman, bu uyda hech kimga keragim yo'q. Nima bu yerda yashayapman o'zi? Hali qarab tur hammang. Siqilib ketdim shunday. Endi nima qilaman? Jonimga tegdi. Ula, sal qoldi, bolam turib ketadi-ya. O'l, siqilmay. O'zi zo'rg'a uxlatdim. Mana senga. To'xta. Hozir yiqilsa o'zim taxlayman. Nima qilsam ekan? Uydagilarimni, uyimni sog'indim. Qizlik paytim nimaga shuncha yig'lab, nimaga kuyganman? Shular arzirmidi? Hayotimda bunaqa qiyinchiliklar bo'lmagan, jinni bo'lganman-da shunaqangi. To'xta, bolam uxlayapti. Borib idishimni yuvib kelay ungacha, keyin kelib turib siqilaman. Ketdim men.